Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda muhim va ko'pchilikni, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimizni xavotirga solayotgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. So'nggi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda ummaydan boshlab pensiyalar massiv ravishda to'xtatiladi degan xabarlar tarqalmoqda. Agar siz yoki oila a'zolaringizdan kimdir pensiya oluvchi bo'lsa, bu video aynan siz uchun mo'ljallangan. Ushbu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqatingizni jamlab oxirigacha tinglashingizni so'rayman. Noto'g'ri talqinlar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar jiddiy tushunmovchiliklarga va hatto moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Sizdan bitta iltimosim bor. Kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni unutmang va ushbu videoga like bosing. Bu videoning qanchalik ko'p odamga yetib borishi aholining xabardorligini oshirish va ortiqcha tashvishlarning oldini olish uchun juda muhimdir. Boshladik. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avvalgi holatni ko'rib chiqaylik. Ilgari pensiya tizimida tekshiruvlar odatda kamroq va ko'proq yuzaki tarzda amalga oshirilardi. Aksariyat hollarda agar pensiya oluvchining hayotida keskin o'zgarishlar, masalan, rasmiy ishga joylashish, yashash joyini o'zgartirish yoki nogironlik guruhi o'zgarish kabi holatlar yuz bermasa, pensiya to'lovlari avtomatik tarzda muntazam ravishda amalga oshirilar edi. Pensiya jamg'armasi xodimlari fuqarolarning ma'lumotlarini qo'lda yoki an'anaviy usullarda tekshirar, hujjatlar asosida ish ko'rar edi. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi va inson omili tufayli xatoliklarga moyil bo'lishi mumkin edi. Har bir pensiya ishini individual ravishda ko'rib chiqish juda katta mehnat talab qilardi. Masalan, bir vaqtlar qishloq joylarda pensiya oluvchilarni nazorat qilish, ularning tirikligini aniqlash uchun pensiya xodimlari uzoq masofalarga borishga majbur bo'lishardi. Biroq bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat xizmatlarini raqamlashtirish, elektron hukumat tizimini joriy etish va ma'lumotlar almashinuvini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon albatta pensiya tizimini ham chetlab o'tmadi. Ummaydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan yangi qoidalar aynan shu raqamlashtirish va shaffoflikni oshirish harakatlarining mantiqiy davomi hisoblanadi aslida. Bu pensiyalarning shunchaki massaviy to'xtatilishi emas, balki pensiya tizimining samaradorligini oshirish, noqonuniy to'lovlar va xatoliklarning oldini olish. Shuningdek, har bir pensiya oluvchiga adolatli va o'z vaqtida nafaqa yetib borishini ta'minlashga qaratilgan qattiqroq nazorat mexanizmlarining joriy etilishidir. Keling, bu o'zgarishlarning asosiy sabablarini birma-bir ko'rib chiqaylik. Birinchidan, davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvining kuchayishi. Endilikda fuqarolik holati dalolatnomalari yozish bo'limlari, Fadliya Adliya vazirligi, Soliq qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, pasport viza bo'limlari kabi bir qator idoralarning ma'lumotlar bazalari yagona tizimga birlashmoqda. Bu esa har bir fuqaro haqidagi ma'lumotlarni tez va aniq solishtirish imkonini beradi. Natijada, agar pensiya oluvchining ma'lumotlarida biror bir nomuvofiqlik aniqlansa, tizim avtomatik tarzda signal beradi. Masalan, agar nogironlik pensiyasi oluvchi shaxs rasmiy ravishda ishga joylashsa va bu uning nogironlik pensiyasini olish huquqiga ta'sir qilsa, tizim bu holatni darhol aniqlashi mumkin. Ikkinchidan, firibgarlik va noto'g'ri to'lovlarga qarshi kurash. Afsuski, amalda pensiya tizimida turli xil firibgarlik holatlari uchrab turadi. Ba'zilar vafot etgan yaqinlari nomiga pensiya olishda davom etishga urinishadi. Boshqalar esa pensiya turiga ta'sir qiluvchi holatlarni yashirishga harakat qilishadi. Yangi tizim bu kabi holatlarni avtomatik tarzda aniqlashga qodir bo'lib, davlat byudjetidan sarflanayotgan mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlaydi. Masalan, agar pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra shaxs pensiya olayotgan bo'lsa-yu, FHDYO bazasida uning vafoti qayd etilgan bo'lsa, tizim darhol ogohlantirish beradi va to'lovni vaqtinchalik to'xtatadi. Bu esa o'z navbatida pensiya jamg'armasining xarajatlarini optimallashtirishga yordam beradi. Uchinchidan, fuqarolarning o'z ma'lumotlariga bo'lgan mas'uliyatini oshirish. Pensiya oluvchilar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlaridagi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berishlari shart. Ilgari bu talabga ba'zan e'tiborsizlik bilan qaralgan bo'lsa, hozirgi kunda bu qoidaga rioya etmaslik pensiya to'lovlarining vaqtinchalik to'xtatilishiga olib kelishi mumkin.
bu tizimni yanada shaffof va adolatli qilishga xizmat qiladi. Demak, 10 maydan boshlab pensiyalar to'xtatilishi haqidagi gaplar aslida mavjud pensiya ma'lumotlarini yangi raqamlashtirilgan tekshirish tizimlari orqali avtomatlashtirilgan tarzda qayta ko'rib chiqish jarayonining boshlanishini anglatadi. Bu o'z-o'zidan barcha pensiya to'lovlarining birdaniga to'xtatilishi degani emas. Balki ma'lumotlarda noaniqliklar bo'lgan yoki tekshiruvdan o'tish kerak bo'lgan shaxslarning pensiyalari vaqtinchalik muzlatilishi mumkinligini bildiradi. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirga tushishi kerak va kimlar yo'q? Endi esa ushbu yangi tekshiruv mexanizmi kimlarga ta'sir qilishi mumkinligi va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi haqida batafsil gaplashamiz. Kimlar xavotirga tushishi kerak? Biring. Shaxsiy ma'lumotlarni uzoq vaqtdan beri yangilamaganlar bu eng keng tarqalgan sabablardan biridir. Agar sizning pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, masalan, ayollar turmushga chiqqandan so'ng familiyasini o'zgartirganda, yashash joyingizni o'zgartirib, lekin pensiya jamg'armasiga yoki tegishli organlarga xabar bermagan bo'lsangiz, pensiya to'lovlari bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi 42 yoshli Dilobar opa pasportini 10 yil avval almashtirish kerak edi. Ammo bir necha yildan beri bu ishni paysalga solib kelgan. Uning eski pasporti ma'lumotlar bazasida saqlanib qolgan. Lekin yangi pasport haqidagi ma'lumotlar elektron bazaga kiritilmagan. Natijada tizim uning shaxsini tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin va pensiyasini vaqtinchalik to'xtatishi ehtimoli bor. Dilobar opaning pensiya oluvchilar bazasidagi ma'lumotlari haqiqiy hujjatdagi ma'lumotlarga mos kelmasligi sababli tizim uni shunchaki mavjud emas deb belgilashi mumkin. Ko'y, nogironlik pensiyasi olib, muntazam tibbiy ko'rikdan VTKdan o'tmaganlar nogironlik pensiyasi ma'lum bir muddatga belgilandi va muddat tugaganda qayta tibbiy ko'rikdan o'tish talab etiladi. Agar siz belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tmasangiz va yangi xulosa taqdim etmasangiz, pensiya to'lovlari to'xtatilishi shart. Masalan, Farg'ona viloyatida yashovchi 75 yoshli Bahodir aka 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning VT xulosasi o'tgan yilning oktyabr oyida tugagan edi, biroq Bahodir aka kasalligi sababli yoki shunchaki e'tiborsizlik qilib qayta ko'rikdan o'tmagan. Yangi tizim avtomatik ravishda uning tibbiy xulosasining muddatini tekshirib, pensiya to'lovini to'xtatishi mumkin. Toki Bahodir aka qayta ko'rikdan o'tib, yangi VT xulosasini pensiya jamg'armasiga taqdim etmaguncha pensiya to'lanmaydi. 3. Rasmiy ishga joylashgan, ammo bu vaqtda pensiya jamg'armasiga xabar bermaganlar, ayrim pensiya turlari, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ayrim turdagi nogironlik pensiyalari. Pensiya oluvchining rasmiy ishga joylashishi bilan bekor bo'lishi yoki miqdori o'zgarishi mumkin. Agar siz ishga joylashgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, tizim sizning ish joyingiz haqidagi ma'lumotlarni soliq qo'mitasi va bandlik vazirligi bazalari orqali aniqlab pensiyangizni to'xtatishi mumkin. Masalan, namanganlik 35 yoshli Shahnoza turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olardi. 1 yil o'tib u yangi ish topib, rasmiy ravishda ishga joylashdi. Ammo pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermadi. Chunki bu pensiya unga juda qo'l kelardi. Yangi avtomatlashtirilgan tizim uning TIN raqami orqali ish joyidan oylik ma'lumotlarni olib, uning o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bir vaqtda ish haq olishini aniqladi. Qonunchilikka ko'ra, u ishga joylashganda bu turdagi pensiya to'xtatilishi kerak edi. Natijada tizim uning pensiyasini to'xtatadi va hatto to'g'ri to'langan summalarni undirish masalasini ko'tarishi mumkin. 4. Chet elda uzoq muddat yashovchilar yoki proksi ishonchnoma orqali pensiya oluvchilar. Agar pensiya oluvchi uzoq vaqt chet elda yashasa va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, shuningdek, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa va yangilanmagan bo'lsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Yangi tizim fuqarolarning mamlakatdan chiqib ketishi va qaytib kelishi haqidagi ma'lumotlarni IV bazasi orqali tekshirishi mumkin. Masalan, Buxorolik 20 yoshli Qosim ota bir necha yildan beri Germaniyada yashovchi o'g'li qaramog'ida. Pensiyasini har oy uning jiyani ishonchnoma orqali olib turardi. O'tgan oy ishonchnomaning muddati tugadi. Ammo jiyani uni yangilashga ulgurmadi. Tizim avtomatik ravishda ishonchnomaning amal qilish muddatini tekshirib, to'lovni to'xtatadi. Bundan tashqari, Qosim
otaning uzoq vaqtdan beri mamlakat tashqarisida ekanligi ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Bo'ka, bank hisob raqamlari bilan bog'liq muammolar. Pensiyalar endi asosan bank kartalariga o'tkaziladi. Agar sizning bank kartangiz muddati o'tgan bo'lsa, hisob raqamingiz yopilgan bo'lsa yoki bankda boshqa texnik muammolar mavjud bo'lsa, pensiya o'tkazilmaydi. Masalan, Samarqandlik 68 yoshli Nodira opaning pensiya kartasi bir necha oy oldin muddati tugagan edi. U bankka borib yangi karta olishga erinchoqlik qildi. May oyida pensiyasi o'tkazilmaganini ko'rib, xavotirga tushdi. Muammo tizimda emas, balki uning bank kartasida edi. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Agar siz shaxsiy ma'lumotlaringizni pasport, nikoh guvohnomasi, yashash joyi muntazam yangilab turadigan, barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lgan fuqaro bo'lsangiz, nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va belgilangan muddatlarda tibbiy ko'rikdan o'tib, pensiya jamg'armasiga tegishli xulosalarni o'z vaqtida taqdim etgan bo'lsangiz, rasmiy ishga joylashganda agar bu sizning pensiya olish huquqingizga ta'sir qilsa, pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bergan bo'lsangiz, pensiyangizni shaxsan o'zingiz yoki amal qilish muddati tugamagan ishonchnoma orqali olsangiz, bank kartangiz va hisob raqamingiz faol va unda hech qanday muammo bo'lmasa, siz mutlaqo xotirjam bo'lishingiz mumkin. Sizning pensiyangizga hech qanday xavf yo'q. Muhimi xabardor bo'lish va o'z ma'lumotlaringizning dolzarbligini ta'minlashdir. Bu oddiy qoidalar barcha tushunmovchiliklarning oldini oladi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar. Kutilmagan qiyinchiliklar va nozik shartlar. Bu yerda biz pensiya tizimidagi yangi qoidalarning ba'zi istisnolarini, kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan holatlarni va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarni ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumotlar sizga yanada chuqurroq tushuncha beradi va kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishingizga yordam beradi. Qoidalardagi istisnolar. 1. Vaqtinchalik to'xtatish doimiy bekor qilish degani emas. Eng muhim istisno shundaki, agar pensiyangiz vaqtinchalik to'xtatilgan bo'lsa, bu uni doimiy ravishda bekor qilinganini anglatmaydi. Ko'pincha bu faqat ma'lum bir ma'lumotni aniqlash yoki hujjatni yangilash zarurati tufayli yuzaga keladi. Kerakli hujjatlarni taqdim etganingizdan yoki ma'lumotlarni yangilaganingizdan so'ng pensiya to'lovi qayta tiklanadi va o'tgan davr uchun to'lanmagan pullar ham qonunchilikda belgilangan tartibda sizga to'lab beriladi. Masalan, 70 yoshli Mavluda opaning pensiyasi to'xtatildi. Chunki uning bank kartasi muddati o'tgan edi. Lekin bu pensiya butunlay bekor qilingan degani emas. U bankka borib yangi karta olgandan so'ng pensiyasi qayta tiklanadi va o'tgan davr uchun to'lanmagan pullar ham uning hisobiga o'tkazib beriladi. 2. Aholi gavjum bo'lmagan va chekka hududlarda yashovchi pensiya oluvchilar uchun maxsus tartiblar. Ba'zi chekka qishloq yoki tog'li hududlarda yashovchi fuqarolar uchun pensiya jamg'armasiga borish yoki zarur hujjatlarni tezda rasmiylashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday hollarda mahalliy hokimiyat organlari, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limlari yoki pensiya xodimlari tomonidan joylarga chiqib, fuqarolarning muammolarini hal qilishga ko'maklashish uchun maxsus tartiblar joriy etilishi mumkin. Ba'zida ularga ma'lumotlarni yangilash uchun qo'shimcha muddat berilishi yoki hujjatlarni masofadan turib qabul qilish tizimi yo'lga qo'yilishi ham mumkin. Yotoqda yotgan yoki og'ir kasal pensiya oluvchilar, sog'lig'i sababli mustaqil harakatlana olmaydigan yoki yotoqda yotgan pensiya oluvchilar uchun ham istisnolar mavjud. Bunday fuqarolarning shaxsini tasdiqlash va ularning tirikligini aniqlash uchun pensiya jamg'armasi xodimlari uyga borib tekshiruv o'tkazishlari mumkin. Buning uchun fuqaroning yaqinlari pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari kifoya. Kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar. 1. Eskirgan yoki norasmiy ma'lumotlarga tayanish. Ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlarga, qo'shnilarning aniq ma'lumotlariga yoki tasdiqlanmagan xabarlarga haddan tashqari ishonish kutilmagan qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Har doim rasmiy manbalar, masalan, pensiya jamg'armasining veb-sayti, davlat xizmatlari markazlari yoki ishonch telefonlari orqali olingan ma'lumotlarga tayaning. Noto'g'ri ma'lumotlar siz noto'g'ri harakatlar undab holatni yanada murakkablashtirilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi xabarnomalarini e'tiborsiz qoldirish. Pensiya jamg'armasi sizga pochta orqali yoki telefon orqali SMS xabar ko'rinishida xabarnomalar yuborishi mumkin. Bu xabarnomalarda sizning pensiyangiz holati, ma'lumotlarni yangilash zarurati
yoki boshqa muhim talablar haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Agar bunday xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirsangiz, pensiya to'lovlarining to'xtatilishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Har doim rasmiy xatlarni o'qing va telefoningizga kelgan xabarlarga e'tibor bering. Ishonchnomaning muddati. Agar siz pensiyani ishonchnoma asosida olsangiz, uning amal qilish muddatini doimiy ravishda nazorat qilib boring. Ishonchnoma muddati tugashidan oldin uni yangilashingiz kerak. Aks holda pensiya olishingiz to'xtatiladi. Bu holat ayniqsa pensiya oluvchining kasalligi yoki boshqa sabablar bilan o'zi pensiyani ololmaydigan hollarda muhim. Ko'plab holatlarda pensiya to'lovlari aynan ishonchnoma muddati o'tgani sababli to'xtatiladi. Ummay sanasining nozikligi. Ummaydan massiv to'xtatish degan jumla ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Bu sana ehtimol avtomatlashtirilgan tekshiruvlar tizimi to'liq quvvatda ishlay boshlaydigan va nomuvofiqliklarni aniqlaydigan sanani anglatadi. Ammo darhol pensiya to'xtatiladi degani emas. Tizim nomuvofiqlikni aniqlagach, pensiya oluvchiga vaziyatni tuzatish uchun ma'lum bir muddat berilishi mumkin. Shundan so'nggina to'lov to'xtatiladi. Shoshilinch xulosalar chiqarishdan saqlaning. Bu xuddi svetofor yashil chiroqdan qizilga o'tganda mashinalar darhol to'xtab qolishi bilan bir xil emas. Tizim avval ogohlantirish beradi. Pensiya oluvchining o'z mas'uliyati, yuqorida aytib o'tganimizdek, pensiya oluvchining o'z hayotidagi muhim o'zgarishlar, nikoh, yashash joyini o'zgartirish, ishga joylashish, yaqin kishining vafoti va hokazo haqida pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berishi shart. Ko'pchilik bu majburiyatni unutadi yoki unga ahamiyat bermaydi. Bu esa kelajakda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olib turgan bo'lsangiz va oila qursangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Aks holda tizim keyinchalik bu holatni aniqlasa, pensiya to'lovi to'xtatilishidan tashqari ortiqcha to'langan mablag'larni undirish bo'yicha ham choralar ko'rilishi mumkin. 6 bank tizimidagi yangiliklar. Ba'zida pensiya to'lovlari bank tizimidagi o'zgarishlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, biometrik ma'lumotlar asosida kartalardan foydalanish. Hisob raqamlarini faollashtirish uchun yangi talablar yoki banklarning ichki qoidalaridagi o'zgarishlar. Shu sababli bank bilan muntazam aloqada bo'lish va kartangizning faoliyatini tekshirib turish muhimdir. 7. To'xtatilgan va muzlatilgan pensiya o'rtasidagi farq. Ko'pchilik pensiya to'xtatildi deganda uni butunlay bekor qilingan deb tushunadi. Aslida to'xtatilgan pensiya ko'pincha muzlatilgan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni sizdan talab qilingan ma'lumot yoki hujjatlarni taqdim etganingizdan so'ng pensiya qayta tiklanadi va barcha to'lanmagan summalarni olishingiz mumkin. Faqatgina qonunbuzarlik aniqlangan, masalan, yolg'on ma'lumotlar berilgan yoki firibgarlik holati tasdiqlangan hollardagina pensiya butunlay bekor qilinishi mumkin. Ushbu nozik jihatlarni tushunish sizga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarga tayyor turishga va ularni tezda hal qilishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabinlar nima qilishlari kerak, aziz tomoshabinlar? Hozirgi kunda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olish va pensiya to'lovlaringizda uzilish bo'lmasligi uchun aniq va amaliy qadamlar haqida gaplashamiz. Bu maslahatlarga amal qilib, siz o'zingizni ortiqcha tashvishlardan himoya qilasiz. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring va yangilang. Pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar u muddatini o'tkazgan bo'lsa yoki yaqin orada muddati tugasa, darhol pasport stoliga murojaat qilib uni yangilang. Yangi pasportni olgach, uning ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga xabar berishingizni unutmang. Bu eng asosiy hujjat bo'lib, uning dolzarbligi juda muhim. Tasavvur qiling, siz 62 yoshli hovlida opasiz. Sizning pasportingiz muddati o'tishiga 2 oy qoldi. Sizning birinchi qadamingiz darhol pasport stoliga murojaat qilib, pasportingizni yangilash. Ikkinchi qadam, yangi pasport bilan pensiya jamg'armasiga borib, ma'lumotlaringizni yangilaganingizni bildirish. Bu barcha tushunmovchiliklarni oldini oladi. Nogironlik bo'yicha tibbiy ko'rik, VTEC xulosasi. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, tibbiy ko'rikdan o'tish muddati qachonligini eslab qoling va belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'ting. Yangi xulosani zudlik bilan pensiya jamg'armasiga taqdim eting. Muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhimdir. Nikoh guvohnomasi yoki o'lim haqidagi guvohnoma. Agar siz familiyangizni o'zgartirganda bo'lsangiz yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz va
uning holatiga ta'sir qiladigan o'zgarishlar, masalan nikoh qurish bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Ishonch telefoni orqali pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarning dolzarbligini so'rashingiz mumkin. Ularning ishonch telefonlari mavjud. Qo'ng'iroq qilishdan oldin pasport ma'lumotlaringizni tayyorlab qo'ying. Pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borish. Agar sizda jiddiy shubhalar bo'lsa yoki telefon orqali ma'lumot olish qiyin bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan tashrif buyuring. Pasportingiz va pensiya guvohnomangizni o'zingiz bilan olishni unutmang. U yerda siz o'z ma'lumotlaringizni tekshirishingiz va zarur bo'lsa yangilashingiz mumkin. Onlayn portallar. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, MyTokov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu portal orqali ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyati mavjud. O'tu. 3-qadam. Bank hisob raqamingiz va kartangizni tekshiring. Bank kartasining amal qilish muddati. Pensiya kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati o'tgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib, yangi karta oling. Bank kartasi faol bo'lmasa, pensiya to'lovi o'tkazilmaydi. Hisob raqamining faolligi. Ba'zida uzoq vaqt foydalanilmagan hisob raqamlar bank tomonidan vaqtinchalik muzlatilishi mumkin. Bankka murojaat qilib, hisob raqamingiz faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Bankdagi ma'lumotlaringiz, agar pasportingizni yangilagan bo'lsangiz, bu haqda bankka ham xabar berib, ma'lumotlaringizni yangilang. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bilan aloqani saqlang. Pensiya jamg'armasidan kelgan xabarnomalar. Agar pensiya jamg'armasidan pochta orqali xat yoki telefoningizga SMS xabar kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Unda muhim ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Xat yoki xabarda ko'rsatilgan talablarni imkon qadar tezroq bajaring. Hayotdagi o'zgarishlar haqida xabar bering. Agar siz ishga joylashsangiz, yashash joyingizni o'zgartirsangiz, familiyangiz o'zgarsa yoki pensiya olish huquqingizga ta'sir qiladigan boshqa muhim o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bering. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi. 5-qadam. Agar pensiya to'xtatilgan bo'lsa, darhol harakat qiling. Vaziyatni aniqlang. Avval pensiyangizning nima sababdan to'xtatilganini aniqlash uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Buning uchun sizga aniq sababni aytishlari kerak. Kerakli hujjatlarni to'plang. Sizdan talab qilingan barcha hujjatlarni, masalan, yangi pasport, VTEK xulosasi, nikoh guvohnomasi va hokazo to'plang. Hujjatlarni taqdim eting. To'plangan hujjatlarni pensiya jamg'armasiga topshiring. Buni shaxsan yoki vakil orqali amalga oshirishingiz mumkin. Hujjatlarning qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat olishni unutmang. Bu qadamlar oddiy ko'rinsa-da, ularga rioya etish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qiladi. Esingizda bo'lsin, eng yaxshi himoya bu oldindan ogohlantirish va mas'uliyat bilan harakat qilishdir. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz tomoshabinlar, umid qilamanki, ushbu batafsil video sizga ummaydan boshlab pensiyalarning mas'ul to'xtatilishi haqidagi xabarlar o'rtadagi haqiqiy vaziyatni tushunishga yordam berdi. Ko'rib turganingizdek, bu umumiy va asossiz vahima yaratishga urinishdir. Aslida bu pensiya tizimining shaffofligini, adolatliligini va samaradorligini oshirishga qaratilgan zaruriy tekshiruv jarayonidir. Davlat shunchaki barcha pensiya to'lovlarining qonuniy va to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlashga intilmoqda. Muhimi shundaki, siz xabardor bo'lsangiz va kerakli choralarni o'z vaqtida ko'rsangiz, pensiya to'lovlaringizda hech qanday uzilish bo'lmaydi. O'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va pensiya hujjatlaringizning dolzarbligini doimiy ravishda nazorat qilib boring. Pensiya jamg'armasidan kelgan har qanday xabarnomaga e'tibor bering va zarur hollarda ularga murojaat qilishdan tortinmang. O'zingizni va yaqinlaringizni ushbu ma'lumotlar bilan qurollantirib, ortiqcha tashvishlardan xalos qiling. Har qanday shubha yoki savol tug'ilganda faqat rasmiy manbalarga murojaat qiling. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni va boshqa pensiya masalalari bo'yicha savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni o'z yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ularga ham yordam berishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda siz uchun yanada foydali kontent yaratishda motivatsiya beradi.
Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang, sog' salomat bo'ling.